Hop, xudo xolisa mana ekonom kotyollarimizni ustunovka qildik. Bundan oldingi videosini ham agar topa olsam qo'yaman. Xudo xolisa katta kotyol edi. Juda ham rasxodi baland, rasxodi ko'p bo'lgan. U kotyollarni kesib olib tashladik. Sababiki birinchidan juda qo'pol, ikkinchidan ancha yil ishlagan. Hozirgi kundagi gazdagi ishlab bera olmaydi. Juda ko'p gaz yoqib boradi. Shundoq ham ob'yemi juda katta ekan. Shuning uchun mana ekonom kotyollarimizni qo'ydik samodelniy. Dimoxodlarni xudo xolasa mana nerjaveyka qilib chiqazib beramiz deyishdi. Nerjaveyka biz qilmaganimiz uchun o'zigiz o'rnatishadi xudo xolasa yoki yasab bersa o'zimiz o'rnatib beramiz. Kotyollarimiz ancha ekonom. Ichida har birini 10 litr, 12 litr atrofida suv bor. Gaz jihatdan gaz past bo'lsa ham xudo xolasa isitib beradi. Cho'qayingan gaz bo'lishi kerak. Ko'p taraflarni ekonom qilib beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lib qolsa, samodelniy kotyolarimizga garantiyalarimiz bor, avtomatikalari bilan qilib beramiz. O'zi yonib, o'zi o'chiradi. Nomerlar bo'yicha bemalol telefon qilishingiz mumkin, zakazga qilib beramiz. Boshqacha kotyollarimiz ham bor, xudo xolasa, ularni ham gaplashaveramiz.